Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari, assalomu alaykum, Abzal G'arabovich. Bugun vazirlikning xalqaro hamkorlik va reytinglar boshqarmasi O'zbek shtatidagi bosh mutaxassis lavozimiga boshqaruv samaradorlik agentligining vakansiya platforma orqali boshqa masalalarga ko'ra 8 nafar nomzodning suhbatidan yetkazilgan restoran. Bu hozirgi holatda 4 nafar nomzod ishtirok etishdi. Ular shaxsiy kabinetlarga demokrat faol xabar yuborilgan. Ma'lumotlar berilgan. Agar ruxsat bersanglar, tepki shaxsiy suhbat boshlaymiz. Hammasi offline degan jumlalar ma'lumotlarni qoldirib ruxsat bersanglar, tepki shaxsiy boshlaymiz. Rahmat, hurmatli nomzod, o'zingizni tanishtiring. Ismim Abdullayev Maryam. Ayyon Kabulova. Suhbat berishga tayyormisiz? Random programma orqali 100 ta savol beriladi. Savollarni ovozga chiqarib o'qib, ovoz chiqarib beramiz. Qaysi birini javob berishga ahamiyat yo'q. 5 ta javob berasiz. Marhamat, savollar. Tempo loyihasi bu agar adashmasam Yevropa Ittifoqining oliy ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlash bo'yicha dastur. Qanday murojaatlar ko'rib chiqilmaydi? Agar oliy ta'lim tizimiga kelib tushayotgan murojaatlar nazarda tutilayotgan bo'lsa, ta'lim tizimiga aloqador bo'lmagan murojaatlarni tahlil qilishim. Geografik jihatdan Yevropa mintaqasiga kiritilgan davlatlarni sanab bering. Luksemburg, Monaco, Slovakiya, Sloveniya, Fransiya. Press-release nima? Press-release tayyorlash jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Press-release bu ommaviy axborot tizimlari uchun tayyorlab beriladigan ma'lumotnoma. Ya'ni qandaydir vazirlikda mehmon kelsa yo bir uchrashuvlar o'tkazilsa, ommaviy axborot tizimida e'lon qilinishi kerak bo'lgan yig'ilishlar, uchrashuvlar haqida ma'lumotlar beriladi. Protokol bo'limi qaysi xorijiy asosiy tilda o'zlashtirilgan bo'lishi shart. Protokol bo'limi o'zbek, rus, ingliz tillarini bilsa muvofiq bo'ladi. Hurmatli komissiya a'zolari, qo'shimcha savollar uchun nomzodimizga. Varshavada Varshavada Polsha hukumati grantini yutib oldim. Varshavskiy universitetida сравнительная literatura, ya'ni qiyosiy adabiyotshunoslik yo'nalishida 1 yillik grant topshirdim. Sharqshunoslikda adabiyotshunoslik. Bu yosh olimlar uchun yo'llangan. Hozir ikkinchi ta'lim bo'yicha Toshkent davlat pedagogik universitetida oxirgi yil. faoliyati davomida ro'yxatlarni ishlagansiz. Ishlagan. Bu yerda bunday qonunda kelib chiqib faol bo'lgan qanday ro'yxatlar ko'rib chiqilgan? Bu siz ham qarashsiz. Ya'ni to'g'rilamoqchiman. O'zingizlar savol javob berib bo'lyapti, shuning uchun qonun bor ro'yxatlar ko'rib. O'shanda qaysi ko'rib chiqadi? Ko'rib chiqqan bo'lsa, Agar o'zimni o'qituvni kelib chiqib aytadigan bo'lsam, masalan, sud tashkilotlari hal qiladigan masalalar ko'rib chiqmaslik, ularga murojaat qilardik. Ya'ni mana yo'naltirmoqchilar sizga tegishli bo'lmasa, siz boshqa tegishli tashkilotga jo'natib olasiz.
ma'lum belgilangan qaysi ko'rish sizlar To'g'risini ayting, hozir investitsiyalar vazirligida faoliyat ko'rsatganda biz hech qaysi murojaatni qaytarib yuborishga haqqimiz yo'q. Bu bizning ichki siyosatimiz. Iloji agar menga tegishli bo'lmagan soha bo'lsa ham iloji boricha boshqa tashkilotlar bilan bog'lanib shu odam masalasini hal qilib berishga majbur edim. Bu vazirlik talabi. Shuning uchun bu vazirlikda qonun qoida qanaqa bilmadim. turlari shakllari to'g'risida eshitamiz. O'zlari qanaqa bo'ladi? Turga ko'ra, shakliga ko'ra. Жалоба, shikoyat, minnatdorchilik xatlarini ham olganmiz murojaat sifatida. Shikoyat, taklif, yana o'zimni o'qitmay kelib chiqadigan bo'lsam, bu investitsiyada litsenziya olishga yoki ichidagi ma'lumotlarni aytdi. Anonim murojaat qilishdan, anonim murojaat. Prezident portaliga anonim murojaatlar kelib tushadi va ular sohasi bo'yicha tegishli vazifa idoralariga tushadi. Mumkin emas. Ko'rib chiqishimiz mumkin. Kerak. Chiqmasa ham bo'ladi. Yo'q. Qonunni yo'q ko'rasiz. Javob bermagan, to'g'risini aytsam, Edoda tizimda qizil bo'lib yonib qoladi. Javob berishimiz mumkin. Javob bermayman deya olmayman deb. Yo'q, agar o'tsa o'rganadi. Rahmat, hurmatli nomzod. Tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Mahmud Muhammadjon Ahmedjonov. Muhammadjon Ahmedjon o'g'li suhbat jarayonlariga tayyormisiz? Random programma asosida 5 ta savol beriladi. Savollarni ovozli chiqarib o'qib, ovozli chiqarib javob berasiz. Qaysi biriga javob berish ahamiyati yo'q, 5 ta javob berasiz. Rahmat, savollar. Savol birinchi o'qib chiqyapsizmi? Savol, birinchi savol, uchinchi savol o'qisiz, keyin javobini berasiz, keyingi savolga o'tasiz. O'zbekiston strategik sheriklik aloqalarini o'rnatgan davlatlarni bilasizmi? Strategik sheriklik aloqalarini o'rnatgan davlatlar umumiy olganda teoriya emas, shu hozirgi holatdan kelib chiqib o'zimizni Serbiya davlatlari ichida shu boshqa davlatlar, ya'ni Qozog'iston bilan Rossiya bilan shu strategik sheriklik aloqalari muvofiqlashtirish bo'yicha shu tadbirlar olib borilmoqda. Uzoqroq davlat hisobga oladigan bo'lsak, Yevropadan shu oxirgi davlat o'zi tashrif buyurgan Finlandiya davlati shu oxirgi dolzarb bo'lib ko'tarilgan bu masala shu Amerikada shu 5-noyabr tashrifida ham tushunadi. Bunda shu
Beshinchi noyabr holatiga hisoblasam, shu Amerika, AQSh davlati bilan Rossiya, Qozog'iston shu davlat. Renessans deganda nima tushuniladi? Renessans deganda yangitdan qadam desam menimcha. Uchinchi savol, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining axborot manbalariga nima keladi? Axborot manbalariga keyingi savol bo'ladi. To'rtinchi savol, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar soni nechta? Ulardan ba'zilarining nomlarini sanab bering. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar soni ba'zilarini sanab o'tay. Shu taxminan 16 bo'lsa kerak, menimcha. Shu misol Ispaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Chexiya, Shveysariya, Norvegiya, shu qatordagi davlatlar. Beshinchi savol, xodimning xizmat safari muddatlari haqida so'zlab bering. Shu uchinchi va beshinchi savolda hozircha aynan shu savolni mas'ulini tushunganim uchun bularga javob beraman. Hurmatli komissiyalar, ma'lumot bo'lishga qo'shimcha savollar bo'lsa. Ingliz tilidan bilaman, endi shu ish davomida muammo bo'lmagan. Shu endi 10 balli shkaladan endi menimcha 6 desam yolg'on gapirmagan bo'laman. Yo'q, bu yerda bizda shu endi hammamizga ma'lum, shu yil davomida doimiy shu so'zlashishga bo'lganiga shu vaqtinchalik shu bo'sh vakant joylarda ishlab turgan aslida ko'proq shu investitsiya bo'yicha o'zimlar shu soha bo'yicha shu qaysi bo'limda ishlashni taklif qilsa, shu sohasi bo'yicha ko'proq hech kimga e'tirozim yo'q. Men Qurbonbek Zopaxotirovich. Zopaxotirovich, suhbatga tayyormisiz? Random programma orqali savol beriladi, savollarni ovozga chiqarib o'qib kelib javob berasiz. Tushunadi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlarining san'ati. Keyingi savol o'qib javob berib javob tushunadi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari bu korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bor. Aynan shu korrupsiya kurashish borasidagi jarayonlar bevosita shug'ullanadi. Renessans deganini tushunadi. Renessans bilamizki, fransuzcha. Nomini aytib bersak-ku. Hali izoh berib o'tirmaydi faoliyatga.
korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi shu oliy ta'lim muassasasi bilan compliance yo'nalishi, korrupsiyaga qarshi kurashish compliance uni vazirlik darajasidan qo'rqamiz. Hozircha biz bilamizki, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi mavjud. Barcha o'sha vazirlik idoralar bu korrupsiyaga qarshi kurashadi. javob qiling. Renessans degan nima tushuniladi? Renessans bu o'sha uyg'onish degani, sultonlar hozir uchinchi Renessans qo'yilyapti. Qo'yiladi. Birinchi Renessans biz bilamizki, o'rta asrlarda o'rtaslarda keladi. Ikkinchi Renessans bu o'sha Amir Temur davri bo'lib keladi. Ilm-fan tashkilotlanadi. Ikkinchisi O'zbekiston Hamjon shahar hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'ldi. Shahar hamkorlik tashkiloti 2001-yil tuzilgan, O'zbekistondan 2001-yil a'zo bo'ldi. Shahar hamkorlik tashkiloti. Protokol bo'lim boshlig'i kimga bo'ysunadi? Protokol bo'lim boshlig'i vazirlik darajasi bo'lsa vazirga, oliy ta'lim darajasi esa ya'ni rektorga bo'ysunadi. SHFT o'zi mana SHFT o'sha shahar hamkorlik tashkiloti bu o'sha biz bilamizki, O'rta Osiyo mamlakatlari a'zo bo'lgan, o'sha Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, keyinchalik Eron, Hindiston kabi mamlakatlar bu shahar hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan. Adashmasam O'zbekistonda kibor aynan Samarqand shahrida o'tkazganmiz. Aynan shahar hamkorlik tashkilotiga mezbon etilganmiz. Axborot vositalari bevosita ijoddan o'sha ijtimoiy tarmoqlar aynan bevosita bu korrupsiyaga qarshi kurashish ommaviy axborot vositalarini o'rnatilgan norasmiy to'rtinchi hokimiyatdan yurtamiz. Aynan shu soha vakillarini bevosita har o'sha hukumat darajasida o'sha vazirlik davlat organlari darajasiga aynan organlar tomonidan bevosita ular doimiy xalq o'sha yoritib, bevosita hisobotini o'zi berib borib turishadi. Hurmatli nomzod, suhbat jarayonida o'sha komissiya a'zolariga taklif qo'yilib bor. Rahmat, siz suhbat jarayonida yakunlanib, natijasi platformaga qo'yiladi. Suhbat jarayonlariga tayyormisiz? Tayyorman. Random programma orqali 5 ta savol beriladi. Savollarni ovozga chiqarib o'qib ketmagan javob beramiz. Agar o'qishga qiynalsangiz, biz o'qib beramiz. Marhamat, savollar.
Economic development economy, administrative economy, development person and children, but we should not be not even that was like a gap out there. Zero into but the whole volume has how we could progress and the whole volume. But that is in the share. Even over not the parallel share during the unit. The big level then possible that must also be application. But the whole volume başladı ki voice'na. The whole volume başladı. Alikan bazı gibi çünkü oradan bazı voice'na. Onun başka yani var aslında şey fazla yapan bu volume başladı. Bu başlaması var voice'na. Bilgisayar işleriyle sağlık sağlık kısmının içeriğe varmak çıkartacaksın. Ana başlık oluşum maksadını tasarladı. Yani bir demekte başka kısmın muhatap. İnsan organizasyonlar arasında karşılıklı muhalifler sağlığı. Organizasyonlar arasında karşılıklı muhalifler sağlığı geçti. Ben düşününce o geçti. Şuna son işte aynı kayıtlar o düzgün çıkıyor. Yani bir şey aldığında yani bir şey sonradan hoşu kalkmış böyle çünkü yaraya giderken gezdi olacağını oluyor. Bir tarihi dasturlar asasında böyle hoşuna kalem dasturlarından şey çıkıyor. Lakin tarihi dasturlar arasında şimdi hali tartışmaları geçtiğinde o eğitim kaynakları, hareketleri, toplumun ölçüsü, çalışma alanlarının teşkilatları hem de imkanları tahmin ederdi. Top liderlik alanlarının muasseseleri bu takipleri muntazam araçta bu takipçilerde bu gerçekçi kreş elbette Erçe Ali'den teşkilatlarıyla bak nüfusun aşırıda halkara yayınlarda talim meselelerinde değerli değerli bazı devletlerde bizde hem Özbekistan'da hem çok bir milli proje tekrar halinden muasseselerinin durumçularda verilen diplomlar doğrudan doğru sanatçı da işte tam alınır. Bu momentte bu milli proje şimdi halinden muasseselerinin nüfuzunu kadar yönetildin elbette mesela çevre devletlerden financial üniversitelerde bu halinden muasseselerde o işlerini bilen yaşlarına sanırım ve işaretleri var. O zaman da bu hem halinden muassesenin çok bilmez, belki çok değişmez. Toplumda hem Yaxshi ko'rsatishlar ortiqcha mumkin. Rahmat, hurmatli komissiya a'zolari, qo'shimcha savollar bo'lsa. Hurmatli nomzod, komissiya a'zolariga suhbat jarayonida taklif e'tirozlaringiz bormi? O'zlari yo'q. Rahmat, siz bilan suhbat jarayonida natijasi platforma orqali ma'lum qilamiz. Rahmat.
Hurmatli komissiya a'zolari, 8 nafar nomzodimizdan 4 nafar ishtirok etdi, 4 nafar ishtirok etmadi. 1 soatdan oshiq vaqt kutildi. Suhbat jarayonini yakunlasak bo'ladimi? Eldor Darabich, e'tirozlaringiz yo'qmi? Eldor aka, Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Yo'q, e'tiroz yo'q menda. biz yakunlayapmiz. Nomzodlarimiz 4tasi ishtirok etdi, 4tasi ishtirok etmadi. Kabinetlarga xabarlar yuborilgan muddatlarda. Rahmat. Katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.